O'zim oldimga qo'ygan maqsadimni bajardim. Haftasiga kamida 3 ta telefon bo'ladi. Uchrashinglar, vaqtingiz bormi? Maslahat bering deyshadi. Meni ham unaqa ish vaqtida vaqtim yo'q. Unga nima yechim qildim? 2 ta YouTube'da katta video olindi. Undan tashqari kontent tuzdim. O'sha kontentda mebelchilarning nima muammosi bor? Hamma videolar orqali o'sha muammolarga yechim berdim. Hozirgi kunda bu mebelchi keladigan bo'lsa 80% muammosiga hammasiga o'sha hamma qo'yilgan videolar orqali javob berib bo'ldim. Endi nima qilamiz? Endi har oyi 1-chorshanba va 3-chorshanba kuni soat kechki payt 7 dan keyin mebelchi bilan uchrashamiz. O'sha asosida kimda qanaqa muammosi bo'ladigan bo'lsa, bepulga hammasini Sebzordagi showroomimizda o'tirib hammasiga yechimni beramiz. Faqat shart shunaqa bo'ladiki, bizga kelishdan oldin hamma videolarimizni ko'rgan bo'lishligi kerak, yangi temalar bilan kelishligi kerak. Agar ma'qul ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda videoni yoqtirib, kontent qilib joylab boramiz. Eslatib o'tamiz, biz shaxsiy brend qilib, hikoyalar yoki nimadirlar aytib o'tirmadik, faqat yechim beradigan videolar qildik. Sizga bu videolar nima beradi deyiladigan bo'lsa, men maqsad qo'ygan edim, shunaqa video chiqaraman va sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, ota-onamizdan duo qilib qo'yinglar. Rahmat.